Muhammadaziz Ibrohimov va Diyor Rahmatullayevlar bor. Ochko yo'qotishidan Paxtakor ham unumli foydalana olmadi. Aksincha, so'nggi hozir 1-1 vaziyat, darvozabondan seyf, ofsayd bor ekan. To'pni nazorat qilish bo'yicha ustunlik o'tyapti Lokomotivga. Juda qaltis harakat. Sadriddin Abdullayev. Hali gol urish nasib etmadi. Chiroyli pas, o'tib ketyapti. Uzoq masofadan zarba. Grigol Chabradze. Zateyev. Mana shunday bo'yi baland futbolchilarning borligi. Sardor Mirzayev. Farhod Rahmatov. 7-chi Fayzullobek Jumanqo'ziyev. Raimov to'pni sherga yetkazib berdi, darvozabondan seyf. Mana bu safar Raimovdan super pas, mana to'xtatdi, zarba berdi. Lokomotiv oldinga qarab boryapti. Chiroyli pas. Ikkinchi qavatda Raimov. Birinchisida Temurxo'ja, bunisida esa endi qo'shildi vaziyatga. Xo'sh, davom etamiz va bu yerda bu ushladi. Tortyapti. To'p keyin kelyapti. Penalti. Diqqat qilamiz. Temurxo'ja va darvozabon to'pni qaytaryapti-yu. Lekin narigi yonchiqdagi hakam bayrog'ini ko'taryapti. Qiziq holat. Qani ko'ramiz. Darvozabon chiqib kelyapti. Oppa. Chiqibdi. Chiqib ketibdi joyidan. Xo'p, yana bir marta tepada Temurxo'ja. Shunday chalindi. Temurxo'ja. Zarba. Yana qaytarildi, yana chiqib ketdimi? Yana bayroq ko'tarilyapti. Temurxo'ja o'zi nima qilyapti? Qani bunisidachi? Kelyapti Temurxo'ja. Yana chiqib ketdi. O'zi darvozabonni o'zida ekan hammasi. Voy, 3-bor takror tepilyapti. Endi-chi? Zarba, gol. Temurxo'ja bu safar kuchliroq tepdi. 2 marta foydalana olmagandan keyin 3-chisida kuchliroq zarba berdi. Darvozabon boshqa tomonga tashlandi. Mashtiryapti hozir Qizilqum jamoasi murabbiyi Norxonov va Kenjaboyev. Bunisida juda ishonchli tepdi. Juda ham ishonchli tepdi. Vaziyatlar yuzaga kelyapti. Yana bir bor to'p qaytarib yuborildi. Biroz orqaroqdan to'pni o'ngga kiritish kerak. Xato. Temurxo'ja. Zarba va darvozabon o'z o'rnida. O'yin qoidasi buzildi. Hoppa, qaytarildi to'p. Zarba Zateyevdan.
Uzishlar ham ko'payib ketdi. Yana qarang qanday zarba, darvozabon tepildi va darvozabon to'pni qaytardi. Uchrashuvning ikkinchi bo'limiga 7 daqiqa vaqt qo'shib berildi. 7 daqiqa. Temurxo'ja Abduxoliqov to'pni yerga yetkazib bersa bo'lardi. Kimga yetkazib beradi to'pni? Hushtak chalindi. To'p jarima maydonchasi ichida, darvozabon bemalol oladi. Va aynan shu pallada hakam hushtagini chalib, uchrashuvga yakun yasab berdi. Lokomotiv juda muhim bo'lgan 3 ochkoni qo'lga kiritib, o'z mavqeini yanada yaxshilab oldi.